Yavuz Bahodir o'g'li Malazgirdda juma tongi romani. Buyuk g'alabalarga katta janglar bilan erishish mumkin. Katta janglar esa faqat buyuk sarkardalarning qo'lidan keladi. Malazgird tillarda doston bir jang. Bu jang hayot yoki mamot jangi, vatanli bo'lish uchun jang, olomondan millatga aylanish jangi. Butun tarixda qabilalar holida ko'chmanchi bo'lib yashagan, faqat umri qisqa davlatlar barpo etgan turk qavmi Malazgirt g'alabasi tufayli ona vatanli bo'ldi. Milliy davlat barpo etildi. Bu davlat turli-tuman nomlar bilan atalib, bugungacha yashab kelmoqda. Davomli oyoqda va boz ustiga tarixni shonli sahifalar bilan to'ldira. Biz bu oltin sahifalardan bir nechtasini varaqlamoqchimiz. Faqat bir nechta sahifasidan bir roman yozmoqchimiz. Haqiqatga saodatli bo'lgan holda, to'dadan millatga, qabiladan davlatga aylantirgan unsurlarni topish umidida. Yavuz Bahodir o'g'li. Yildan yilga kezildi, tog'lar oshildi, daryolar kechildi, oqindan oqinga oshqildi va kunlarning birida bo'z otli To'g'rulbey otining jilovini tortdi. Otning oldingi oyoqlari toshlarga mixlandi. Toshlardan yaltir-yultir uchqunlar sachradi. Orqasidagi xaloyiqqa o'girilib dedi: "Mana shu yer, to ko'zingiz ko'rgan yerga qadar, kuchingiz yetgan yerga qadar, butun bu yangi o'tloqlar, bu tuproqlar bizniki. Bularni bizga bergan buyuk Allohga shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin." Xaloyiq jo'shdi, qaynab toshdi. Nayza bilan ishorat qilingan vodiyga hayrat ila boqdi. Allohga beadad shukr, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin, dedi. To'lib toshdi, nihoyat tinchlandi. Sultonning buyrug'iga ko'ra hamd tug'ini maydonga tikdilar. Orqasida saf tortib shukr namozini ado etdilar. Undan keyin qoziq qoqdilar, chodirlar tikdilar, ulkan bir vatan barpo etdilar. Bu yurtni topguncha uzoq kezildi, ko'p janglar qilindi. Bosilmagan yo'l, suvi ichilmagan buloq qolmadi. Nihoyat, oxir-oqibat murodga erishildi. Qush to'xtovsiz oqaverdi. Inson seli yangi yurtga yig'ilaverdi. Yangi yurt torlik qila boshladi. Ochlikdan mollar oriqlay boshladi. Shunda To'g'rulbey yangi yurt topish kerak bo'lib qolganini tushundi. Amakivachchasi Hasanga son-sanoqsiz askar berib, yurishga bosh qildi. Vizantiyaliklar Zapsuv yoqasida ayyorlik bilan Hasanni tuzoqqa tushirdilar. Jang asnosida Hasan shahid bo'ldi. To'zg'igan qo'shinni Armaniston tomonga chekintirdilar. Qaytib kirishga muvofiq bo'lganlar yangi yurt borligidan mujda berdilar. Shu tariqa hozirgi kunda barchamizga ma'lum va mashhur buyuk davlat Turkiya barpo etildi. Romanning davomini Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro viloyat axborot kutubxona markazidan topib mutolaa qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur.